Hammaga salom do'stlar, mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Men yana отдельный salom aytaman mani eski obunachilarimga. Eski obunachilarim menimcha o'zi kam bo'lsa kerak, hozir hammasi yangi bo'lsa kerak. Mana bu joyi eslayapsizlarmi? Men bu yoqda 2017-yilda juda ham ko'p urushlar qilardim. Agar eski obunachim bo'lsanglar, sizlar bu yoqni taniysizlar. Menda даже playlistam bor. Mana shu yerda urushlar qilganim juda ham ko'p urush qilganman. Bu yoqda kimlar faqat urushmagan, mingta qishloq bilan bitta arvoh urushgan, bitta golem bilan mingta zombi urushgan. Lekin bugungi video juda ham zo'r bo'ladi, chunki bugun milisa bilan o'g'rilarni urushtiramiz. Ha, to'g'ri eshitdinglar, milisa bilan o'g'rilarni. Men bu yoqda hamma narsani tayyorlab qo'yganman. Hop, agar eski videolarni ko'rmagan bo'lsanglar, ularni ham ko'rib olinglar. Ular ham juda ham qiziq chiqqan lekin. Hop, qaranglar, bu yoq tarafda bizada milisa bo'ladi. Hop, buni bittasini olamiz. Bu yoq tarafda esa o'g'ri bo'ladi. Mana bizda ikkita narsa ham tayyor. Mana shularni bugun biz urushtiramiz. Hop, mana man sizlarga qo'yib ko'rsam, mana bu oddiy milisa, to'g'rimi? Unchalik qanaqadir ajoyib ko'rinmaydi. Bu esa mana o'g'ri. Oppa, ana bo'ldi, urushni boshlashyapti. Ana bo'ldi, qaranglar, bir-birini uryapti. Ko'ramizki bitarkan, qanicha. Nu, ana bo'ldi, milisa yutdi. Nu, chunki bu tushunarli edi. Chunki milisa birinchi bo'lib urushni boshladi-yu, o'g'ri esa qanaqadir jim bo'lib qoldi-da, keyin 5 sekundadan keyin urush boshladi. Молодецsan, yutding. Bugun esa biz hozir ko'p qilib urushtiramiz. Bizda yana 3 ta raund bo'ladi. Xo'p bolalar, hozir birinchi raund bo'ladi. Biz ularni oddiy taraveramiz bir-biriga. Ular oddiy bir xil bo'lib, bir-birini urish kerak. Hop, birinchi bo'lib mana bu yerga biz devor qo'yib qo'yamiz, sirasi urushib ketib qolmasligiga. Hop, bu yoq tarafga esa biz milisalar qo'yib chiqamiz, bitta-bittalab, mana shunaqa qilib. Oho, bolalar, qaranglar qancha milisa bo'ldi, lekin baribir bu kam biz uchun. Biz yana qo'yaveramiz. O, ana bo'ldi, milisalar ham tayyor hammaligi. Xo'p, endi esa biz o'g'rilarni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqga mana shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. Hamma yoqga o'g'rilar ham, milisa qancha bo'lsa, o'g'rilar ham shuncha bo'lishi kerak. Shunaqa qilib qo'yib chiqaveramiz. O, bolalar, mana bizani odamlarimiz ham tayyor. O'ng tarafda milisalar, chap tomonda o'g'rilar. Hop, biz hozir mana shu devorni olib tashlaymiz. Ikkalaliga urushni boshlashadi. Hop, komanda yozamiz. Set 0. Hop, tayyormisizlar? Ana bo'ldi. Opa, ana bo'ldi. Voy bolalar, qaranglar qanaqa urush bo'lib ketdi. Hammasi bir-birini uryotibdi. Ko'ramiz kim yutarkan, nima deb o'ylaysizlar bolalar? Tak, ko'ramiz. Hop, kim yutarkan? O, mana bu bitta milisa tushib qoldi. Anta bitta o'g'ri o'lib qoldi. Voy, ko'ryapsizlarmi? Lekin judayam yomon urush bo'lyapti bolalar, qaranglar. Wow. Hop, kim yutyaptini? Anta yana bor ekan milisalar. Va bolalar, men judayam qiziqib ketyapman. Ko'ramiz. Men birinchi marta bunaqa urush ko'rishim. Hop, qaranglar, menimcha milisalar yutyapti menimcha. O, ana to'xtanglar. Hop, ana bo'ldi, 4 ta milisalar yutdi bu yoqda. Tabriklayman sizlarni. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Milisalar ham zo'r deb boru, qaranglar, 4 ta dona odam qoldi. Boshida esa esinglardami qanaqa katta edi. Mayli. Biz esa bularni tabriklaymiz. Biz esa ikkinchi raundga o'tamiz. Ketdi. Xo'p, bu raund lekin oldingisidan ancha qiziqroq bo'ladi. Bilasizlarmi nimaga? Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Chunki milisalarning qo'lida mana bunaqa tayoqcha bo'ladi. Bilasizlarmi? Milisalarda tayoq bo'ladi. Mana bunaqa o'g'rilarning qo'lida esa mana bunaqa butilka bo'ladi, shishadan qilingan. Ular mashinalar bilan birga urushishadi. Hop, birinchi bo'lib men hozir qo'liga berib chiqamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Endi bundoq qo'yib chiqamiz. Ana ko'ryapsizlarmi? Qo'ligida tayyor bor. Endi hammasini bitta-bittalab qo'yib chiqishim kerak. Sizlarga 1 sekund o'tadi. Men uchun esa, oho, bilmayman, 10 minut, 20 minut, yarim soat vaqt o'tadi. Qo'llarim ham yomon og'rib ketyapti. Mana shularni qo'yurib, mayli, men sizlar uchun hamma narsaga tayyorman. Ana bo'ldi. Bu yoqning yarmi ham tayyor bo'ldi. Bu yoqda nima qilyapti bu? Mayli. Ana bo'ldi, birinchisi tayyor. Endi esa o'g'rilarni qo'yib chiqursa ham bo'laradi. Hop, ayo chetga borib olamiz deb bu yoqqa qo'yib chiqamiz. Ana bo'ldi, yarmi. Ko'rasizlarmi? Buni ham qo'lligida butilka bor.
Bolalar, men buni qo'ygungacha hozir men sizlarga bitta ajoyib narsani gapirib beraman. Men qishloqqa kelmasimdan oldin bu yoq qanaqadir nima desam bo'ladi, hech nima yo'q, qumli joyda turgan. Hozir esa men buni bilasizlarmi, qishlog'imga olib kelganman. Da bolalar, men buni amalladim, ko'ryapsizlarmi qanaqa kattaligini. Sizlar uchun men mana shuni olib keldim, sizlarga qiziq video bo'lishi uchun. Mayli. Bu esa hozir endi ikkinchi raund, uchinchi raundda esa judayam qiziq bo'ladi. Kuzatib boringlar. Ana bo'ldi bolalar, tayyor. O'g'rilar ham tayyor, milisalar ham tayyor. Ikkalaligini urishtiramiz hozir. Hop, bu yog'ini bundoq qilib olamiz. Bu yoqqa borib, bu yog'ini bundoq qilamiz. Ana bo'ldi bolalar, tayyor, urishishyapti. Vau, bolalar qaranglar, men hech nimani ko'rolmayapman. Minecraft ham qotib ketyapti odamlar ko'pligidan. Voy, men ko'rolmayapman. Kim qayoqda, kim yutyapti. Voy, qaranglar, judayam zo'r urush bo'lyapti. Bu raundda kim yutadi deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Hop, mana bu yerda o'g'rilar o'lyapti. Tushunmadim. Yana milisalar yutadimi deyman a? Lekin qaranglar, milisalar talpa bo'lib kelyapti. Menimcha yana milisalar yutsa kerak boru. Agar milisalar yutsa уже 2-0 bo'larkan-u. Mayli, hop, hozir ko'ramiz kim yutarkan. Men judayam qiziqyapman lekin. Yo'q, to'xtanglar, menimcha o'g'rilar yutyapti. Ana bo'ldi, o'g'rilar yutdi, qaranglar. Qancha o'g'ri qolganini. Voy, men judayam hayronman. Milisalar yutqazib qo'ydi. Bu yoqda yomg'ir yog'di. Ana bo'ldi, yomg'ir yog'ardi. Voy, bolalar, qaranglar, qancha o'g'rilar bor bu yoqda. Undan oldingi raundda milisalardan 4 ta donami qoluvdi. Bu yoqda esa o'g'rilarni qaranglar, qanaqa ko'pligini. Mayli, men lekin judayam hayronman. Mayli, hammaligini endi hozir bundoq qilib olib chiqishimiz kerak, sekin-sekin. Hammanglar kelinglar. Bu yoqqa bundoq. Hammaligini olib chiqamiz biz hozir. 3-raund, lekin judayam qiziq raund bo'ladi. Ana bo'ldi, mana bu yerga biz yana devor qo'yib qo'yamiz. Hammasi chestni bo'lishi uchun bundoq qilamiz. Ana bo'ldi, devor ham tayyor. Hop, bu raundda judayam qiziq bo'ladi degandim men sizlarga. Hop, mana bu yerda biz yangi milisa olamiz, yangi o'g'ri olamiz. Hop, hozir qaranglar, bundoq qo'yib chiqamiz, bundoq qo'yamiz, bu yoqqa ham bundoq qo'yamiz. Ana bo'ldi, hozir qaranglar. Milisani qo'lida mana bunaqa pistolet bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Rost ekansimli, bundoq otayotgan pistolet. Hammalikni qo'lida shunaqa bo'ladi. O'g'rining qo'lida esa mana bunaqa sharikli pistolet bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bular katta sharik bilan otar ekan. Hammasi chestni bo'lishi uchun ko'ryapsizlarmi mana? Damagi 8-0, 5-0. Hop, bunisida ham esa damagi 8-0, 5-0. Hammasi chestni bo'ladi, bir xil bo'ladi. Ikki xil ko'rinishligiga qaramasdan hamma ikkalasini ham o'qi bir xil bo'ladi, bir xil jon chekadi. Mayli, hozir hammaligini qo'liga mana shuni berib chiqamiz. Sizlar esa like bilan obuna bosib qo'yib turinglar, men berib chiqqunimgacha. Xo'p, bolalar, hozir men ularni qo'liga berib chiqaman. Sizlar esa kuzatib turinglar, juda ham qiziq bo'ladi. Ana bolalar, men уже qilib bo'ldim. Nastroyga qilib ikkalaligini ham qo'liga buni berib chiqdim, lekin juda ham qiyin bo'ldi boru. Mayli, sizlar uchun men hammasini qilib chiqdim. Ana endi esa hozir mana shu hamma yo'ni to'ldiramiz. Mana shu o'g'ri milisalar bilan bitta mana shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. Ana bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Mana qo'ligida avtomat pistolet bor. Mana shunaqa qilib endi qo'yib chiqishim kerak. Har doimgidek sizlarga 1 sekund o'tadi, men so'nggacha вообще 1-2 soat o'tadi. Nimadir tushunmayapman. Hammaligi qayerga yig'ilib olishyapti-da, boru. Mayli, men esa qo'yib chiqishim kerak bularni tezroq. Hop, qayerga? Mana shularga o'rtalarga qo'yib chiqishim kerak. Mana shu hamma yo'ni to'ldirmoqchiman sizlar uchun. Mazza qilib ko'rishinglar uchun. Mana shunaqa qilib to'ldirib chiqish kerak bolalar. Hop, bu yoqqa ham hamma yo'ni to'ldiramiz. Bitta ham chet qolib ketish kerak emas. Bu yoqqa ham ana bo'ldi. Opamamtlarda ham joy bor ekan. Mana shularga ham qo'yib yuboramiz. Bu yoqlarga ham, mana bu yoqqa ham, menimcha bu yoqda bo'ldi shekilli. Menimcha, mana bu yerda ham joylar bor ekan. Hop, bu yoqqa mana bu yerlarga ham qo'yamiz. Mana menimcha endi уже bo'ldi bolalar. Yo'q, bo'lmadi. Mamtlarni bo'ldi. Endi 100% bo'ldi bolalar, qaranglar. Hamma yo'q milisalar bilan to'lib ketdi. Sani bu yoqdan olib qo'yamiz. Ana bo'ldi bolalar, qaranglar. Hamma yo'q milisalar bilan to'ldi. Ana endi esa bu yoqni
Mana o'g'rilar bilan to'ldiramiz. Ana bo'ldi, bolalar tayyor. Qaranglar, mani Minecraft'im qanaqa qotib ketishini, chunki odamlar judayam ko'p-ku. Xo'p, endi hozir biz mana bu devor olib tashlaymiz. Judayam zo'r urush bo'ladi. Xo'p, tayyormisizlar bolalar? Biz ketdi, ana bo'ldi, urush bo'ladi, qaranglar. Ana уже boshlandi, otishyapti bir-birlariga. Yomon qotyapti, ko'ryapsizlarmi? Odam ko'pligiga. Voy, ko'ryapsizlarmi? Kirib ketishyapti bir-birligini. Agar bu yoqqa qarasam, mana qotmayapti. Bu yoqqa qarasam esa уже bo'ldi, qotishni boshlayapti bolalar, qaranglar. Voy, yomon bo'lyapti, lekin judayam yomon qotib ketyapti. Nima deb o'ylaysizlar, kim yutarkin bu yoqda? Ikkalaligida ham bir xil pistolet bor, lekin uroni bittalik. Hop, qanichi? Mana bu yerda nima bo'lib turib qoldi, tushunmayapman. Mana bu yerda o'rtada, lekin judayam ko'p bir xillar chetda turibdi, ko'ryapsizlarmi? Kim yutarkin deb o'ylaysizlar? Bolalar kommentariyaga yozib ketib turinglar, hali urush tugamagandan oldin. Urushyapti hali ham, qaranglar. Уже qancha vaqt o'tdi, bular hali ham urushyapti. Tugamayapti urush, qaranglar. Hop, ko'ramiz mayli, kim yutarkin bu yoqda. Ko'ramiz. Tezroq urush bo'lsa deb bular ham bor. Qaranglar qanaqa sekin urishishini bularni. Hozircha bular teng bir-biriga, 1-1. Ko'ramiz endi, agar hozir kim shu yoqda yutsa, 2-1 bo'ladi. Agar militsiyalar yutsa, militsiyalarga 2 bo'ladi. Agar o'g'rilar yutsa, o'g'rilarga 2 bo'ladi. Oho, mana bularni qaranglar. Bitta militsiyani chetga olib kelib urib tashladi, ko'rdinglarmi? Otib tashlab. Mayli, hop, ko'ramiz kim yutarkan. O'rtaga boringlar, nima qilsizlar sizlar bu yoqda. Menimcha militsiyalar yutadi deb o'ylayapman. Bunday boru, qaranglar. Chunki уже militsiyalar, bo'ldi, militsiyalar yutyapti. Ana bo'ldi, militsiyalar yutdi bolalar. Voy, qaranglar militsiyalar qanchaligini. O'tgan safar даже o'g'rilar ham buncha bo'lmagandi. Men militsiyalarni tabriklayman. Ana militsiyalar yutishdi, lekin ikkalaligida qo'lligida pistolet, avtomatlar bir xil edi, uroni bir xil chakardi. Bugun lekin bolalar, tan olinglar, judayam zo'r video bo'ldi. Agar mana shu video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, kommentariya ham yozib ketinglar. Qancha ko'p like bo'lsa, men o'shancha ko'proq shunaqa videolar chiqaraman. Kommentariyaga yozib ketinglar, keyingi safar kimni shunaqa urishtir, aytgan odaminglarni urishtiraman. Nushta bolalar, agar bugungi video yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna bosib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Men militsiyalarni olib chiqishim kerak bu yoqdan.